Salom hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Biopro loyihasining navbatdagi darsi. Genetika sohasiga ilk qadamimizni bugun siz bilan qo'yamiz. Kamera qarshisida men Nodir Azimov, Renessans biologiya jamoasi a'zosi, Renessans biologiya kitoblari muallifi va hozirgi darsimizga asos bo'lgan genetika kitobi muallifi. Xo'p, bugun birinchi bobdan darsimizni boshlaymiz. Birinchi bob genetika tarixi va irsilanish asoslari. Birinchi mavzuyimiz gen va uning irsilanishiga ko'ra turlari. Xo'p, gen nima? Bir oqsil sinteziga javobgar bo'lgan DNK bo'lagi. Buni quyidagicha ifodalaymiz. Xromosomamiz mavjud. Xromosomamizning lokuslarida, ya'ni joylarida, turli xil qismlarida ma'lum bir oqsil sinteziga javobgar bo'lgan bo'lakchalar mavjud bo'ladi. Bu oqsil sintezi esa tashqi ko'rinishimizda ayrim belgi xususiyatlarni yuzaga chiqaradi. Mana shu narsaga biz gen deb murojaat qilamiz. Hozir chizganimiz mana bu xromosomaning bo'lagi. Masalan, biz buni A gen sifatida belgilab olamiz. Bu A gen oqsil sintezi dedik. Va bu oqsil bu gen, u esa oqsilni, oqsil esa belgini namoyon qiladi. Xo'p, genni qanday ishlashini ko'rib oldik. Endi mana shu genni sherigi bormi? Ya'ni xromosomamiz toq emas. Bizda, ya'ni insonda juft holatdagi 46 ta xromosoma mavjud. Ya'ni har bir xromosomamizda o'zining sherigi bor, o'zining jufti bor. Hattoki X va Y jinsiy xromosomalarimiz ham o'zaro sherik, ya'ni juft hisoblanadi. Xo'p, bu yerda kichikroq qilib ikkita xromosoma chizib olaman. Endi mana bu bo'lakda dominant A genini joylashtirdim. Bu bo'lakda esa resessiv A genini joylashtirdim. Xo'p, endi siz bilan to'xtalishimiz kerak. Dominant gen degani nima degani o'zi? Dominant gen degani keyingi bo'g'inda yuzaga chiquvchi aynan keyingi bo'g'inda va hozirgi bo'g'inda yuzaga chiquvchi sanaladi. Resessiv degani esa bu faqat keyingi bo'g'inda yuzaga chiqish ehtimoli bo'lgan, yuzaga chiqishga imkoniyati bo'lgan gen. Tasavvur qiling, buni sinf misolida tushuntiradigan bo'lsam. Siz a'lochisiz va tabiiyki siz o'qiydigan sinfda o'ta yaxshi o'qimaydigan, ya'ni bilimi kuchli bo'lmagan tabiiyki bir sinfdoshingiz bo'ladi. Ikkalangizni birgalikda savol javob qilishgan vaqtida siz hozir javob bo'lasiz va savollarga birinchi javob berasiz. Lekin sinfdoshingiz siz bor vaqtingizda hech qanday javob berishga ulgurmaydi. Chunki u faqat siz yo'q vaqtingizda qaysidir savollarga javob bera oladi xolos. Mana shunday tabiiy misol bilan tushunib olsangiz bo'ladi. Demak, siz bu yerda dominant, yaxshi o'qimaydigan sinfdoshingiz esa bu yerda resessiv gen misolida kelyapti. Xo'p, mana bu xromosomani juft holatda chizdim. Xo'p, mana juft holatda chizildi. Sabab organizmlarda genlar doimo juft yozilishi kerak. Dominant, resessiv, dominant yoki resessiv yonma-yon keladi yoki aksincha dominant yoki resessiv yonma-yon kelishi mumkin. Mana bu holatni, xromosomada chizilgan holatni biz nima deb ataymiz? Bu holatni heterozigota deb ataymiz. Heterozigota deyishimizga sabab nima? Sababi bu holat hosil qiladigan jinsiy hujayralar turli xil zigotalar hosil qiladi. Turli xil fenotip yuzaga chiqara oladi. Mana bu holatni esa ikkalasini gomozigota deymiz. Sabab bular hosil qila oladigan yagona fenotip mavjud. Yagona jinsiy
xromosoma, jinsiy hujayra mavjud. Xo'p, bu holatda bu organizm dedik. Organizmdan gametaga faqat bir donasi o'tishi kerak. E'tibor qiling, ikkalasini o'tkazsangiz xato bo'lib qoladi. Mana bu holatda ham bir donasi o'tadi gameta sifatida. Demak, bu organizm, bu esa nima bo'ldi? Gen. Xo'p, hozir biz chizganimiz heterozigotada esa ham dominant, ham resessiv gen jinsiy hujayralarga taqsimlanadi. Shuning hisobidan dominant fenotip ham yuzaga chiqarishi mumkin keyingi avlod, resessiv fenotip ham yuzaga chiqarishi mumkin keyingi avlodda. Menimcha irsiylanishi qanday ekanligini va belgi hosil qila olish imkoniyatini tushuna oldingiz dominant va resessivni. Va bularni gomozigota, heterozigota deb nomlashni ham o'rganib oldik. Xo'p, endi siz bilan yana bir ish qilishimiz kerakki, organizm va gametani bir-biridan to'liq ajratib olaylik. Siz, men yoki ko'rganingiz o'sha uy hayvonlaringiz, mushugingiz yoki kuchugingiz, bular organizm sifatida qaraladi va ularda aytganimizdek juft holatda genlar mavjud. Masalan, tasavvur qiling, mushugingiz sariq rang hosil qilgan. Sariq rang esa dominant. U masalan sariq deyapmiz, dominant. A gen bilan ifodalab qo'ydim. Nega bunday ifodalayapman? Sababi bizga noqulay bo'lardi. Agarda sariq rangni lotin harfi bilan belgilamasdan turib, tasavvur qiling, 19-xromosomasining 150 va 160 nanometrlar oralig'idagi gen yoki 150 va 250 oralig'idagi gen deb shunaqa uzun nom bilan nomlashdan ko'ra, biz lotin harfi bilan belgilab qo'yganimiz qulay bo'ladi. Va bu holatda nega ostiga chiziqcha chizib qo'ydim? Xo'p, ikki xil versiyasi mavjudda. Sariq rangni dominant deb ifodaladikmi va sizning mushukchangiz sariq rangdami? Demak, uni geni, uning genotipi mana bu ko'rinishda ham, mana bu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Buni qanday bilasiz? Uning bolalaridan. Agar uning bolalarida oq yoki qora boshqa ranglar yuzaga chiqadigan bo'lsa, demak bilasizki, uning avlodi, ya'ni uning genotipi qanaqa heterozigota bo'lgan. Aksincha faqat bir xil yuzaga chiqadigan bo'lsa-chi, faqat bir xil yuzaga chiqsa, u holatda demak bilasiz, gomozigota ekan, mening mushukcham deb aytsangiz bo'ladi. Xo'p. Bular esa jinsiy hujayralar. Jinsiy hujayrani hosil bo'lishi albatta nima bilan bog'liq? Meyoz degan jarayon bilan bog'liq. Meyoz jarayonini amalga oshirib, bizdagi yoki o'sha sizning mushukchangizdagi juft holatdagi xromosomalar tog' holatga o'tib qolgan. Ya'ni bu yerda tuxum hujayrada faqatgina bir dona gen, spermatozoidda faqatgina bir dona gen bor. Ularni qo'shilishidan hosil bo'ladi mana bunday shaklda, masalan, zigota. Biz mana shu jarayonni o'rganyapmiz. Genetika masalalarini, ya'ni keyingi darslarda ishlaymiz va bu genetika masalalarini har doim esingizda tursin. Biz ehtimollar nazariyasini o'rganyapmiz. Ya'ni mana shu avlod, mana shu genotipga ega bo'lgan organizmlardan shu shaklda hosil bo'lishi mumkin degan narsani o'rganyapmiz. Aniq fakt bilan palonchi genotipli, shunaqa genotipli tug'iladi deya olmaymiz hech qachon. Buni o'zini sababi bor. Chunki irsiylanish degan narsa to'liq nazorat qilinmaydi, to'liq nazorat qilish imkoni yo'q. Ya'ni qaysi belgini yuzaga chiqishi, qaysi belgini yuzaga chiqmasligi aniq imkoniyati yo'q. Lekin shunchaki ehtimollikni ko'rib chiqish mumkin. Biz shu bo'yicha masala ishlayapmiz. Xo'p, ana endi biz keyingi mavzuga o'tsak, irsiylashga oid masala ko'ramiz. Birinchi bob, ikkinchi mavzu genlarni yuzaga chiqaruvchi belgilarni aniqlashga doir masalalar. Masalan, masala shartini o'qib eshitiraman. Pomidor mevasi qizil ranglisi dominant, sariq ranglisi resessiv gen ta'sirida rivojlanadi. Bu yerda
bizga masala shartida o'zi ochiq-oydin aytib o'tildi, qaysi gen dominant, qaysi gen resessiv ekanligi. Yozamiz. Demak, birinchi masala dominant A gen qizil, resessiv A gen esa sariq rangni ifodalayapti. Masala shundan iborat. Ortiqcha tashvish, ortiqcha ish yo'q. Xo'p, endi ikkinchi masala. Xo'p, no'xat donining sariq rangi dominant A, yashil rangi esa resessiv A ustidan dominant qiladi deyapti. Bu yerda ham ochiq-oydin aytilyapti. Dominant A gen sariq, resessiv A gen esa yashil. İlk o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa belgilash kiritish. Hatto milliy sertifikatda ham bu narsa o'ta muhim darajadagi ish hisoblanadi. Masalan, 3-masalada yana pomidorga to'xtalyapmiz. Pomidor mevasining yumaloq shakli noksimon shakli bilan chachishtirildi deyapti. F1 da yumaloq olindi. Endi bu yerda biroz o'zgaryapti, murakkablashyapti. Qarang. Yumaloq shaklni noksimon shakl bilan chachishtiryapti, olinyapti, ya'ni yumaloq shakl. Demak, keyingi holatda qaysi yuzaga chiqyapti? Yumaloq. Bu yerda katta A deb yozamiz yumaloq, kichik A deb yozamiz noksimon. Dominant gen qaysi ekanligini qayerdan bildik? Keyingi avlodda yuzaga chiqqanidan bildik. Mana shu shaklda siz belgilash kiritishni mashq qilib olishingiz, belgilash kiritishni o'rganib olishingiz kerak. Har bir masalani oldin ishlashdan avval yangi masala turini o'rganyapsiz. Hali darslarimiz davomida yangi turdagi masalalar o'rganamiz. Bu vaqtda birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa belgilash qanday kiritiladi. Bu masala turida qanday kiritiladi degan narsani o'zingizga savol qilib qo'ying va shu bo'yicha ishlang. Xo'p, endi menimcha bu joyiga ko'p to'xtalish shart emas. Yetarlicha to'xtadik va qanday belgilash kiritish kerak ekanligini yozdim. Keyingi mavzuga o'tsak. Bu yerda keyingi mavzuyimiz ota-ona genotipini topishga oid masalalar. Xo'p. Masalani o'qib eshitiraman. Odamda normal eshitish dominant, tug'ma-karlik yo'q. Bu biroz keyingi darajadagi masala ekan, uzr. Xo'p. Kar soqov ayol bilan normal eshitadigan erkak nikohidan kar soqov bola tug'ildi. Ota-ona aytilyapti va bola aytilyapti. Kar soqov ayol va normal eshitadigan erkak nikohidan kar soqov bola tug'ildi. Ota-ona genotipi qanday? Oldin belgilash kiritib olaylik, birinchi ishimiz. Katta A gen, kichik A gen. Qaysi gen keyingi avlodda yuzaga chiqyapti? Qaysi gen keyingi avlodda yuzaga chiqyapti? Karsoqovlik. Lekin bu yerda masala sharti aytib ketyapti, karsoqov qarshisida resessiv. Demak, resessiv genga soqov. Mana shu yerda agar bizda qavsida mana shu resessiv gen deb bermaganda biz nima deb olib ketardik? Karsoqovlikni dominant deb olib ketardik. Shu joyga ham diqqatli bo'ling. Masala shartini to'liq o'qish kerak. Demak, bu esa sog'lom bo'lyapti. Endi o'ylaymiz. Sog'lom va karsoqov nikoh. Demak, katta A gen bor bittasida. Chizib qo'ydim, dominant bo'lishi mumkin, resessiv bo'lishi mumkin. Va chachishtirish belgisini qo'ydik. Resessiv gamma-zigota. Resessiv gamma-zigota belgisini qo'ydik. Bu yerda mana bu avloddagi resessivmi, dominant buni qayerdan bilamiz? Buni ajratib olishimiz uchun bitta kalit berdi bizga. Keyingi avlodda mana bu holat yuzaga chiqdi dedi. Bu holat yuzaga chiqishi uchun, ya'ni karsoqov yuzaga chiqishi uchun bitta genni bu tomondan, bitta genni mana bu tomondan olgan. Natijasida demak, bu yerda ham resessiv gen mavjud degan xulosa qilamiz. Xo'p, keyingi masala. Bu birinchi masala edi. Xo'p. Qalin lablilik katta A, yupqa lablilik kichik A ustidan dominantlik qiladi. Xo'p, ikkinchi masalamiz
katta A qalin, kichik a yupqa. Mana bu holatda belgilash kiritib oldik va ota-ona haqida gap ketadi endi qarang. Qalin labli ota-onadan qalin va yupqa labli farzandlar tug'ildi. Ikkalasi ham qalin, ya'ni dominant genga ega bo'lishi kerak. Dominant gen yozdim. Chashtirish belgisi, yana dominant gen yozdim. Va ularning farzandi orasida dominant gen ham yuzaga chiqishi kerak, resessiv gen ham yuzaga chiqishi kerak. Resessiv gen, ya'ni yupqa lablilik yuzaga chiqishi uchun bu yerda bitta genni otadan, ikkinchi genni, ya'ni resessivni onadan olgan bo'lishi kerak emasmi? Mana shu holatda bo'lsagina qalin va yupqa lablilar olina oladi. Boshqacha holat bo'lishi mumkin. Masalan, biz bu yerda bittasini dominant deb yozishimiz mumkin edi. Lekin bu holatda nima bo'lardi bizda? Resessiv gomozigot organizm olinmasdi. Demak, ota-ona genotipini biz bildikki, heterozigota ekan. Mana shu shaklda. Xulosa qilamiz. Xulosa qilamiz. Siz genetika masalalarini ishlashda eng birinchi belgilash kiritishni, undan keyin ota-ona genotipini topishni o'rganishingiz kerak va so'ngida masalaga o'tasiz. Masalaga asosan yondashasiz. Mana bu ikkita bosqichni o'tamasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri masala tushuntirishim mumkin edi hozir ham sizga, lekin bu holatda siz uni tushunib yetmasdingiz. Qayerdan belgilash kirityapmiz? Qayerdan ota-ona bunaqa chiqib qoldi degan savol paydo bo'lardi sizda. Xo'p, gapni qisqa qilamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha, bugungi darsimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarni ko'rish uchun kanalga albatta obuna bo'ling.